bitta narsa rakni ko'payishiga sababchi bo'lyapti. Xolera kasalligi shunchalik ko'pki, Juda yaxshi bilasiz, chunki biz xalq uchun ikkalamiz chiqish qilyapmiz. Bolalarda rak ko'payib ketyapti. Bolalarda gepatit ko'payib ketyapti. O'zbekistonda noma'lum, ya'ni fanga noma'lum kasallar ko'payib bormoqda. Bolalarda qon kasalligi ko'payib ketyapti. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlarga ma'lumki, oxirgi paytlari O'zbekistonda ekologiyaning buzilib borayotganligi, ya'ni ayniqsa Toshkent shahrida havoning juda ham ifloslanib borishi natijasida bir qancha davlatlar ichida birinchi o'ringa chiqqanligi ham bu hech kimga sir emas va buning orqasidan hukumatimiz tarafdan va prezidentimiz tarafdan ham e'tibor berilib, hozirgi kunda ba'zi qarorlar chiqarilib, katta ishlar olib borilmoqda. Lekin bugungi suhbatimizga Tibet fanlari doktori professor Zarboy aka Ubodullayevni chaqirganman, taklif qilganman to'g'rirog'i. Bu yerda asosan mana shu ekologiyaning orqasidan kelib chiqadigan salomatlik emas, mana shu xalqimizning, millatimizning salomatligi xavf ostida turayotganligi to'g'risida suhbat olib bormoqchiman. Negaki e'tibor bersalaringiz, oxirgi paytlari xalqimiz o'rtasida kasalliklar juda ham oshib bormoqda. Bu hech kimga sir emas, xalqqa ham ma'lum. Shu maqsadda Zarboy aka bilan suhbat qilmoqchi. Zarboy aka, xush kelibsiz suhbatimizga. Va alaykum assalom. Xushvaqt bo'ling. Rahmat. Bugun siz bilan mana bu xalqimizning, ya'ni unday chekkadan olib qaraydigan bo'lsak, millatimizning kasallanib borayotganligini men uzoqdan turib kuzatyapman va yaqinda borib men o'sha yerda ham kuzatib ancha hayron qoldim. Zarboy aka, kelin suhbatimizni boshlashdan oldin O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasidan olingan 3 ta ma'lumotni men shunchaki bir aytib o'tmoqchiman, chunki bu ham katta ta'siri bor. Hozir mana bu yerda 3 ta faylni ko'rsatyapman. Ya'ni birinchi faylda yuqori va quyi nafas yo'llarining o'tkir infeksiyalar bilan kasallanish degan ma'lumot bu O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasida berilgan, o'sha yerdan olyapman. Ikkinchisi, faqat mana bu sarlavhalarga e'tibor berasiz, grippga o'xshash kasalliklar bilan kasallanish. Uchinchisi esa gripp, yuqori va quyi nafas olish yo'llarining o'tkir infeksiyalar bilan kasallanish. Mana bu yerda sariqqa bo'yab qo'yganman asosiy raqamlarga. Yuqori va quyi nafas yo'llarining o'tkir infeksiyalar bilan kasallanishiga e'tibor bersangiz, 583.374 ta deb beryapti 2024-yilga. Bu respublika bo'yicha. Endi bu raqamga qarab men aytmoqchimanki, bu absolyut ko'rsatkich, ya'ni raqam bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Chunki bu yerda xatolik shunaqa ketyaptiki, bu 1 million aholigami yoki mana bu ikkinchisida 100 ming aholigami, qancha aholiga nisbatan hisob-kitob qilinganligi noma'lum. O'shaning uchun men buni to'g'ri ta'riflashga juda ham qiynalyapman. Ikkinchisi, grippga o'xshash kasalliklar. Bular qanaqa turlari berilmagan, lekin 5025 ta deyapti. Bu raqamdan kelib chiqib, men taxminiy tushunishim bo'yicha 100 ming aholiga nisbatan hisoblangan bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Endi keyingisini hisoblaydigan bo'lsak, mana bu ikkalasini qo'shgan holda gripp, yuqori va quyi nafas olish yo'llarining o'tkir infeksiyalar bilan kasallanishi 588.4. Bu ham 100 ming aholiga nisbatan hisoblanganmi? Bilmayman. Agarda bu yerda 583 ming, ya'ni 100 mingdan 100 ming aholiga hisoblagandan juda katta raqam berilyapti. Buni millionga hisoblashimiz mumkin. Mana bu yerda esa grippga o'xshash kasalliklar 5025. Bu yerda raqamlarni tushunish juda ham qiyin bo'lyapti. Ya'ni statistikani bu yerda tushunish juda ham qiyin. Agar statistika to'g'ri berilmasa, ya'ni men doimo aytamanki, statistika to'g'ri bo'lmasa, bu hayotni og'irlashtiradi. Ya'ni bu sog'liqni saqlash tizimi bo'yicha deb aytmoqchiman. Zarboy aka, agar mana shu sifralarga e'tibor beradigan bo'lsak, juda ham tushunarsiz. Bundan men qanday qilib tushunishni ham bilmayman. Yuqori va quyi nafas yo'llarining o'tkir infeksiyalari, xo'p, hammasini jamlab aytgan bo'lsa, shuncha bo'ladigan bo'lsa, mana bu raqamlarni solishtiradigan bo'lsak, bir-biriga to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun men hozir buni to'xtatay. Zarboy aka, statistika shunaqa ahvolda hozir. Sog'liqni saqlash vazirligining veb-saytlarida kasalliklar bo'yicha topolmadim. Bu yerda faqat AIDS, ya'ni HIV deydi. O'sha infeksiyalar bo'yicha
Esil kasalligi bo'yicha bir ikkita ma'lumotni ko'rdim, boshqa ma'lumotlar topolmadim. Endi statistika bunaqa ahvolda kasalliklarni ko'pincha yashirish holatlari kuzatilyapti. Buning orqasidan ochiq ma'lumotlar bo'lmaganligi uchun xalqimiz orasida mana kasalliklar tarqalishi yoki ko'payib borayotganligini ko'ryapmiz. Dorixonalar juda ham to'lib ketgan, kasalxonalar to'lgan. Mayli ekologiyani ham ta'siri bordir, global iqlimni o'zgarib boryapti, bu ham ta'siri bordir. Lekin umuman olganda, boshqa davlatlarga solishtirganda nega bizning davlatda shunchalik oshib boryapti? Sizning kuzatuvlaringiz, o'zingiz fikrlaringiz qanday? Zarbo aka, bir aytib o'tsangiz. Umuman olganda, assalomu alaykum. Umuman olganda inson salomatligi shunaqa jarayonki, bu nafaqat tibbiyotga bog'liq. Bir tomondan yaxshi ham bu tibbiyotga bog'liq emas deb o'ylaysiz. Chunki aynan profilaktika masalasi juda ko'p omillarga bog'liq. Birinchisi mana ob-havo. Ikkinchisi suv. Bu o'sha Gippokrat Ibn Sino davridan beri aytib kelinayotgan nimalar. Uchinchisi mana oziq-ovqat. Nima yesak biz shuni ifodalaymiz. Va to'rtinchisi albatta stress, asab. Eng qizig'i mana ming yillar o'tsa-da mana shu 4 ta omil asosiy bo'lib kelmoqda. Mana bu ob-havo bilan suvning tozaligi va ovqatlanish tartibi, mana shu 3 ta omil juda katta izdan chiqdi. Juda ham izdan chiqdi. Undan tashqari dorixonalarning ko'payishi, men har doim aytaman, qayerda tibbiyot qoloq bo'lsa, o'sha yerda farmakologik biznes gurkirab rivojlanadi deb. Bu ham yetmagandek, mana hozir o'z yetganingiz statistika noto'g'ri beriladi. Yolg'on beriladi. Ba'zan men o'ylab qolaman, mana Sog'liqni saqlash vazirligiga borib turaman. Qizig'ida statistika juda ham muhim ko'rsatkich. Juda ham. Unga qarab byudjet ajratiladi. Unga qarab qancha nima vrachni chiqarish kerak, qaysi yo'nalishga grant loyihalarini tatbiq qilish kerak, qaysi hududda muammo, qaysi kasallik bo'yicha u yerga, bilasizmi, bu juda ham muhim. Haqiqatan bu masalani siz doimo intervyularingizda ham ko'tarib kelasiz. Bilasizmi, mana ministr aytadi deylik, bu zam ministrga beriladi topshiriq. Albatta statistika bo'limiga topshiriladi. U yerda kechagina institutni tugatgan, mayli tam malakali bo'lib tugatgan bo'lsa, o'z jonini jabborga berib, xalq tili bilan aytganda ishlaydigan bo'lsa, statistikani chiroyli olib borish mumkin. Mana shu chiqayotgan statistikalar mana 100 ming aholigami, bu million aholigami bilib bo'lmaydi va uni turlari qanaqa. Oddiy kechagina institut tugatgan bola mana deb olib kiradi bo'lim mudiriga, statistika bo'lim mudiriga. Men endi shunaqa bir tasavvur qilyapman-da. Uni ishi boshidan oshib yotibdi. Hatto shanba, yakshanba kuni ham ishlaydiganlarni bilaman, bo'limlarni. To'g'rimi dedi, to'g'ri hisobladim, to'g'ri hisobladim shef dedi. Bu yoqdan statistika bo'limini mudiri zam ministrga olib kiradi. U ko'rib chiqadi-da, endi chiroyli qilib tepasiga tekst yozadi, pastiga tekst yozadi, matnida dar qo'l qo'yadi-da, vazirga olib kiradi. Ya'ni vazirni bilasiz. Millionta ishi, uni vazir uchun tekshirib ham o'tirmaydi. Bo'ldimi, hammasi tayyormi deydi, qo'l qo'yib yuboradi. Qarang. Kechagina institut tugatganiga 5 yil bo'lgan yigit to'g'riladi. Bo'lim mudiri hammasi to'g'rimi, nimami deydi, tez bo'ldi deydi. Xo'p, men hammasini to'g'riladim deydi. U o'zini tafakkuri darajasida u statist matematikani zo'r bilish kerak. Bizda endi tibbiy profilaktika fakultetini tugatgan nimalar bor. Tabiiyki bo'lim mudiri bu xodimni o'zi ishga olgan. Bo'lim mudirini zam ministr ishga olgan. Zam ministr o'zini shu sektorga javob bergani uchun vazir nima deydi? Oddiy til bilan aytganda, statistika bo'limini boshqaradigan odam vazirdan u aqlli, bilimli bo'lishi kerak shu sohada. Uni tekshira olmaydi-ku vazir. To'g'ri. Misolda ketdi, eng sharmandaligi kichkinagina bitta stol ustida, bitta notebookda qilingan mana bu
statistik ma'lumot vozga borib ketadi. Yevropa Sog'liqni saqlash tashkiloti ketdi shu bilan. Raqam ketdi. Ko'rdingizmi mana? Endi sharmanda bo'lmaydi, ya'ni onalar va bolalar o'limi yashiriladi. Bolalar orasidagi kasalliklar ortib borayotgani yashiriladi. Men hozir yaqinda hayron qoldim. Gen kasalliklari, genomika bilan bog'liq bo'lgan holatlarni ko'p mana ochishyapti, berishyapti. Nahotki buni berdi, keyin yana buni inkor qilishdi. Mana o'zim so'radim. Rostmi shu? Mana o'zbek millatini uchun notanish bo'lgan gen kasalliklari kirib keldi. Men endi genetik bo'lmaganim uchun so'rasam, yo'q bu xato ketgan dedi. Unda nega vazirlik berdi buni? Oliy ta'lim vazirligi. Men kutdim, genetika instituti bunga fikr bildirsa kerak deb, hali men ko'rmadim, balki boshqa kanallardan ko'rsatgandir. Kimni aldayapmiz? O'zimiz aldayapmiz. Bu sharmandali holatni men boshqacha baholay olmayman. Ana endi qarang, insult 40 mingta edi. 40 yil oldin, 30 yil oldin. Biz endi institutga ketgan paytlarimiz hozir 80 mingta. O'sha paytda fan doktorlari 4 ta bo'lgan bo'lsa nevrologiyadan, hozir 100 tadan oshdi. Shularni bir kamida 60 tasini dissertatsiya ishi insult bo'yicha. Nega insult to'xtamayapti? Men bir fikrga keldim. 35 yildan buyon tibbiyot sohasida ta'lim beruvchi, amaliyot bilan shug'ullanuvchi vrach sifatida profilaktik tibbiyot bilan davlat shug'ullanishi kerak. Ana bu hokimlar shug'ullanishi kerak. Tandirdan non yapasiz deydi, yaxshi bo'ladi deydi. Oradan 3 kun o'tmasdan boshqa bir hokim tandirlarni buzib yuribdi. Qarangda. Ular sharoit yaratib berish kerak. Olimning vazifasi ilm qilish va mana shu men yaratgan yangilikni sog'liqni saqlash tizimiga tatbiq qilsang, xalqni salomatligi mana bundoq o'zgaradi. Nogironlik mana buncha foiz pasayadi. O'lim buncha foizga pasayadi deb aytib berish mana to'xtadi olimning ishi. U borib turib uni realizatsiya qilmaydi. Hayotga tatbiq qiladigan odamlar o'sha hokimlar, vazirlar va albatta sog'liqni saqlash tizimida o'tirgan tashkilotchilar. Mana nima? Shu yerda uzilish bor. To'g'ri. Haqiqatan ham to'g'ri aytyapsiz, Zarboy aka. Har bir davlatda o'zining har xil yo'nalishlari bo'yicha mana ilmiy xodimlari, olimlari, professional mutaxassislari bor. Agar hukumat tarafdan o'sha mutaxassislar tarafdan berilayotgan ma'lumotlar yoki statistik ma'lumotlar, umuman izlanishlar orqasidan kelayotgan natijalar hisobga olinmasa, e'tiborga olinmasa, demak u yerda o'sha soha orqada qolib ketaveradi. Men yana bir narsani doimo aytamanda, kasallikni yashirgan millat davolanish imkoniyatini ham yashirib boradi deyman. Va buning orqasidan kasalliklar ko'payaveradi. Hozirgi kunda xalqimiz o'rtasida kasalliklar ko'payib borayotganligi millat tarafdan, davlat tarafdan shu kasalliklarni yashirish orqali, yashirgandan keyin u kasallik yo'qda. U yerda kasallanayotgan oddiy insonlar ham davolanmaydi. Ularga e'tibor qaratilmaydi. Natijada bu ko'payib boraveradi. Shuning uchun ham doim aytaman, kasallikni yashirgan millat davolanish imkoniyatini ham yashiradi. Va buning orqasidan mana kasalliklar ham ko'payib boraveradi. Yaqinda mana siz ham o'qidingiz, O'zbekistonda noma'lum, ya'ni fanga noma'lum kasalliklar ko'payib bormoqda degan Telegramda shu ma'lumotlarni o'qidik. O'sha yerda chikungunya degan kasallikni ham keltirib o'tgan. Mana shu kasallik bo'yicha ham bir ko'rsatuv tayyorlagandim, ya'ni maqola tayyorlagandim. Chikungunya kasalligi bu asosan chivinlarning chaqishi orqali kelib chiqadigan yuqumli kasallik. Bu kasallik birdan ismani ko'tarilib ketishi, ko'ngillaynish, qayt qilish, bosh og'riq, muskullarda og'riq, ayniqsa mana bu bo'g'imlarda qattiq og'riq ketishi bilan boradi. Bu asosan 2-7 kun ichida bu yuzaga chiqa boshlaydi. O'sha kasallik
chivinlar chaqishi orqali yuqqandan keyin. Bu bir haftalar ichida sekin-sekin o'zi davolanishi mumkin. Bunga aynan antivirusli preparatlar bilan davolaydigan aniq bir taktikalar yo'q, ya'ni davolash usullari yo'q. Bu bo'yicha asosan ikkita vaksina hozirgi kunda bor. Bu Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tarafdan tavsiya etiladi, lekin bu hozir menimcha O'zbekistonda yo'q. Lekin bu ma'lumotga to'xtalib o'tganligim, e'tibor berayotganligim sababli O'zbekistonda deb o'sha juda bir tushunarsiz yozib o'tilgan, dunyo miqyosida deb yuborilgan keyin. Chikungunya kasalligi to'g'risida bu ma'lumotlar qanday kelib chiqdi, men bilmayman. Buni Sog'liqni saqlash vazirligi, keyin Sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi va jamoat salomatligi qo'mitasining veb-saytlaridan, boshqa joylardan izlab necha yerdan topolmadim. Nimaga asoslanib bunaqa yozilgan? Lekin men o'ylayman, bu kasallikning kirib kelishiga juda katta eshiklar ochiq O'zbekistonda. Bizning yonginamizda mana Xitoy davlati yoki Pokiston, Indiya, Osiyo davlatlari bu yerga hozir juda ham yo'llar ochilgan O'zbekistondan. U yerdan bizlarga qancha insonlar kirib kelyapti, bizdan u yoqqa borib qaytib kelyapti. Shuning uchun bu kasallik kirib kelgan bo'lishi ham mumkin. Bunga Sog'liqni saqlash vazirligi tarafdan e'tibor berilishi kerak deb o'ylayman hozirgi kunda. Mana shunday O'zbekiston bilan boshqa Osiyo davlatlari bilan o'rtadagi ochiq bo'lgandan keyin bu infeksiyalar, bundan tashqari boshqa infeksiyalar ham kirib kelayotgan bo'lishi mumkin. Zarbo aka, shu yerda bitta savol bo'ladi. Hozirgi ma'lumotda chikungunya deb kasalligini aytib o'tgan. Lekin bizlarda mana shu kasalliklarni aniqlash, ular bo'yicha ma'lumotlar berish, nima uchun ketayotganlarga shu kasallar bo'yicha boshqa davlatlarda shunaqa kasalliklar bor deb ma'lumot beradigan tashkilot ham yo'q va ularni hozirgi kunda aniq nazorat qiladigan bir qanaqadir bir proyektlar, nimalar ham yo'q. Men o'zim shu sohada bo'lganligi uchun bu savol o'zimga ham qiziq. Faqat bu yerda sizni fikringizni bilmoqchiman. Nima uchun mana shunaqa holatda qolyapti bizning davlat? Nima uchun? Mana chunki Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Yevropa davlatlarini kuzataman. Doimo o'zlarining veb-saytida chet elga chiqayotgan o'zini fuqarolari uchun mana bu vaksinani olib chiqish kerak yoki u davlatga borsang mana bu kasallar bor, shundan e'tibor ber degan ma'lumotlar doimo joylashtirib boradi. Hozirgi kunda mana bu chivinlarning Yevropalarga yetib borganligi, mana chikungunya kasalligining o'sha yerlarda ham nima hisobga olinayotganligi mana ma'lumotlardan ma'lum. Hozirgi kungacha 443 mingdan ortiq shunaqa kasallik ro'yxatga olingan. Shundan 181 mingdan oshig'i tasdiqlangan va 155 ga yaqin o'lim holati ro'y bergan. Buni ham keyin ma'lumotlar qo'yaman. Boyagi yuqoridagi savolim, nima uchun O'zbekistonda shu narsalar yo'lga qo'yilmayapti? Agar mutaxassislar bunga e'tibor bersa qiladigan ishlar, lekin nega shu narsalarga bizda e'tibor bermaydi? Ko'rsangiz hamma yoq juda yaxshi, hamma yoq silliq ketyapti, hayot yaxshi, lekin bu tarafdan ishlar orqada qolib ketyapti. Mana bitta narsada albatta biz Sog'liqni saqlash vazirligini ko'p tanqid qilamiz, lekin ko'p joylarda aytganmiz. Aslida ilmiy tibbiy markazlar javob beradigan vaziyatlar. Masalan, Virusologiya instituti, yuqumli kasallar ilmiy tadqiqot instituti. Marhamat, mana ikkita institut. Balki bizlar mana bu chiqishimizdan keyin ma'lumotlar qo'yib yuborsak, bizada bu bor edi, o'rganayapmiz. Biroz shoshibsizlar. Ma'lumotlarni o'rganib, ikkalang ham olim odamsizlar, taqqoslab keyin buni jamoatchilikka e'lon qilamiz desa, mana yangi yilgacha deyarli bir oy bor. Unda men tushunaman. Endi qarangda, Ziyoddin aka. Covid epidemiyasi, pandemiyasi mana o'tdi. Vaksinatsiya tarafdorlari bo'ldi, vaksinatsiyaga qarshilar bo'ldi. Bolusli doza deyishdi va hokazo va hokazo. Lekin hozir o'sha Covid pandemiyasidan keyingi virusologik vaziyat haqida ayollar, erkaklar kesimida, bolalar, kattalar kesimida
Vaksinasiya olganlar mana bundoq, vaksinasiya olmaganlar bundoq aniq bir hali ma'lumotlar yo'q. Jamoatchilikka tashlanmadi. O'sha payt vazir aytuvdi, barcha dissertatsiya ishlarini COVIDga bog'lab yuboringlar. Olimlar buni o'rgansin, ertaga xulosalarini aytsin devdi. To'g'ri, dissertatsiya ishlari u yoq bu yoqda yoqlantirib berilyapti, lekin yig'ib turib umumlashtirib buni yetishgani yo'q. Hozir men bilmadim. Men chikungunya kasalligi bo'yicha yaqin 2-3 oylik ichida ma'lumot chiqadimi yo'qmi bilolmayman. Buni marhamat qilib Virusologiya instituti, yuqumli kasallar mana ilmiy tadqiqot markazlari buni o'ylaymanki ustida ishlasa kerak, chunki odam insultdan, boringay qandli diabetdan qo'rqmasligi mumkin. Bu yoqda ham o'lim ko'rsatkichlari katta. Chunki qandli diabet yuqmaydi, insultdan insult yuqmaydi, o'smadan o'sma yuqmaydi, lekin infeksion kasalliklar mana COVID yaqindagi pandemiya bunga misol. Birdaniga hammani arosatda qoldirib, ommaviy tarzda katta o'limlar ko'payib ketsa, kim javob beradi? Bu juda xavotirli narsa. Bundoq qarab o'tirsangiz, go'yoki qayergadir prezident borib tashrif buyursa, o'sha joy bilan bo'lib ketishadi. Mana onkologiya masalasida ham nima? Halidaqa o'zgarishlar qilinishga harakat qilinyapti, yangi oborudniyalar. Lekin bu infeksion kasalliklar aytganingizdek juda ham ko'p, uchib borishlari, kelishlar ko'p, kasalliklar, infeksiyalar olib kirilyapti. Buni endi albatta jamoatchilikni qo'rqitmasdan chiroyli qilib olimlarga buni tarqatib, mana kafedra hamma tibbiyot institutlarida, hatto xususiy tibbiyot institutlarida ham infeksion kafedralar bor. Virusologiya instituti, men bilmadim endi bular COVID pandemiyasidan keyin prezident yoniga men qanaqadir kanallar bo'lsa ham kirib, COVID pandemiyasigacha qandoq bo'lsa, hozir ham shundoq laboratoriya bilan zo'r jihozlanmagan deyishdi menga. Shogirdlarim men borganim yo'q. Uni umuman dahshatli qilib rivojlantirib olsa bo'lardi. Bermaydimi pul? Davlat rahbariyatiga borsa bizga mana bundoq laboratoriya kerak. O'sha chivinlarni nimalarni o'rganadigan kuchli nimalar kerak deb. Hozir mana ariqlar, suv oqib turgan ariqlar qurib ketyapti. Endi hozir ariqlarga nima qilinglar? Ariqlardan suvlar ko'tarib chiqyapti. Bizlar atrofimizda ham ariqlar nima qilyapti? Yer atrofiga uchrayapti. O'simliklarning barglarini bundoq qilsang yog'li bo'ladi. Undan kislorod ham chiqara olmaydi. Juda ham xavfli vaziyat. Umuman olganda Pekinning havosi 10 yil oldin qandoq edi? 20 yil oldin qandoq edi? Hozir juda tiniq deyishadi. Juda katta o'tda ilmiy tadqiqot ishlari olib borilib nima qilingan. Odam uyaladi ham, ozgina uyalish ham kerak. Toshkent havosini qarang. Qay ahvolga keldi? Mana shuni orqasidan bo'layapti. Men o'ylaymanki, qisqartirib aytadigan bo'lsak, virusologiya instituti bilan infeksiyalar bilan shug'ullanadigan olimlar bu savolga javob bersa kerak. Bemalol o'tirmagandir, o'rganayotgandir. To'g'ri, yana bir narsaga e'tibor beryapman Zarifboy aka. Mana bu televideniyalarda yoki umuman ba'zida ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumotlar beriladiki, laboratoriyalar mana bunaqangi jihozlandi, zamonaviy jihozlandi, mana bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi deydi. Lekin doimo yangi kasalliklarni bizlar chet ellardan eshitamiz. Chet ellarda aniqlanganligini eshitamiz. Nima uchun O'zbekistonda shuncha olimlar bor, laboratoriyalar shunchalik zamonaviy ta'mirlanib ta'mirlanayotgan ekan, nima uchun bizlarda mana shu kasalliklarni birinchi bo'lib aniqlab yuqoriga chiqarilmaydi? Doimo boshqa respublika yoki davlatlarga qarab turamiz. Bu hammani o'ylantiradi. Endi ma'lumotlarni yashirilishi yoki yopiq ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, agar ochiq ma'lumotlar bo'lsa, bu inson hayotini saqlaydida. Agar yopiq yoki yashiraveradigan bo'lsak, bu hayotni og'irlashtirib boraveradi. Shuning uchun o'ylayman, mana bu ma'lumotlarning yashirilishi o'z vaqtida bularni ochib, bularga davo choralarini yoki chora-tadbirlar qo'llanilmaganligi uchun xalqimiz ham hozir mana kasalmand bo'lib boryapti. Qaysi viloyatga bormang, qaysi dorixonaga kirmang, hamma joyda xalqimiz to'ladi. Nima uchun?
Masalan, mana bu yerlarda man shu narsalarni ko'rdim. Umuman mana shu xalqimizning salomatligini yoki immunitetini ko'tarish uchun bu kasalliklarni o'z vaqtida aniqlab, xalqimizga to'liq ma'lumotlarni berib, ochiqchasiga xalq bilan birga ishlashni yo'lga qo'yish uchun nima qilish kerak? Masalan, tushunamiz, siz aytgan mana ilmiy tekshish institutlar, vazirlik qoshidagi shu salomatlikka taalluqli tizimdagi tashkilotlar birga ishlashi kerak. Lekin shu narsalar hamkorlikda yo'lga qo'yilmayotganligiga sabab nima? Nimaga shu ishlar haligacha yo'lga qo'yilmayapti? Shunga hayron qolyapman. Sizni fikringiz qanday? Qaysi davlatda? Mani fikrim, shaxsiy fikrim, menimcha siz ham bunga qo'shilasiz. Qaysi davlatda olim tepadan topshirig'ini kutsa, o'sha davlatda ilm-fan rivojlanmaydi. Aslida olim u kim? Qaysi davlat rahbariyati olimdan topshirig'ini kutsa, mana men topshiriq deb alohida urg'u berib gapiryapman. O'sha davlatda ilm-fan texnologiya rivojlanaveradi. Demak, yanada oddiyroq qilib aytadigan bo'lsam, davlat boshqaruv apparatida o'tirganlar olimga ko'z tikib tursa, olimga diqqat bilan quloq solsa, olimga sen nima deysan deb tursa, o'sha davlat rivojlanaveradi. Bizlarda-chi, mana axborotni qaraysiz, boshqa nimani qaraysiz, o'sha prezident og'ziga qarab turadi. Vazirlarni og'ziga qarab turadi. Viloyatdagi institutlar, barcha viloyatlarda institutlar bor. Hokimni og'ziga qarab turadi. Hamma joyda ko'rasiz hokim diktovat qilib turganini. Men ko'plar aytadi, men axborot ko'rmayman deydi, men ko'p ko'raman. Analiz qilib o'tiraman. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala. Keling endi mana vazirlikda ayb dedik, ilmiy tekshirish institutlari bunga e'tibor qarasin dedik. Odamlarchi? Odamlar sog'lom turmush tarziga amal qilmay qo'yishdi. Amal qilmay qo'yishdi. Havoni buzayotgan qars ikki qo'ldan chiqadi degandek, davlat boshqaruv apparatida o'tirgan mutasaddi xodimlar ham, ikkinchi tomondan odamlarning o'zi ham. Mana ariqlar yo'qolib boryapti. Suv kamayib boryapti deymiz. To'g'ri. Men viloyatlarga ko'p yuraman. Shundoq sharlab suv oqib turgan ariqning yonida daraxtlar ekilmay turganini ko'raman. Qiyinmi shu? Eng arzon narsa daraxt bo'lsa kerak. Biza yoshligimizda shu Xorazmda Sovetida nimasini kesib, adam tiqib qo'yardi nimalarga. Ko'karib ketaveradi. Oqib yotibdi suv, ekmaydi. Keyin mana men Xorazmga borganimda ikkita aka-uka. Endi ota bo'lib ketgandan keyin bolalar ko'p, o'rtadan bo'lib qo'yadi bog'ni. Bu yoqda o'riklar, olmalar, shaftolilar, bixlar osilib yotadi, giloslar. Bitta aka-uka, bitta qorindan tushgan. Bu tomonida qurib yotibdi. Ha desa, deydi, yoki Rossiyada ishlab yuribdi, nima bor? Suv kelib turibdi. Bunaqasi ham bor, to'g'ri. Ba'zi joylarni ko'rasiz. Ayniqsa men vodiy xalqiga boshqalar xafa bo'lmasin, havasim keladi. Yerga eng mehrli xalq shu vodiy xalqi deb bilaman. Yo'q joydan qotib yotgan joyga suv chiqarishga harakat qiladi. Endi hurmatli aholi nimaga e'tibor qilsin? Mana olim sifatida yana ayt desa, yana aytamiz. Birinchi masala sog'lom turmush tarziga. Demak, toza havoga rioya qilish. Xo'p, men nima qilay? Osmondagi havoni tozalamayman-ku desa, imkoniyati bo'lsa-da, sanatoriyalarga borib dam olish, daryo bo'ylariga chiqib turib bir hech bo'lmaganda baliq ovlab kelish, yoki Toshkentda yashasa-da atrofda Oqtoshga chiqib, yoki Farg'ona vodiy tomonda yashasa, Chortoq, Chimyonlarga chiqib dam oluvchilar, qiziquvchilar kam. Bu bir. Ikkinchidan, eng yomon ovqatlanish tizimi ikkinchi o'rinda turadi. Juda buzilib ketgan. Endi siz ham shu ish qilsangiz kerak. Mehmonga borsam, dasturxon atrofidagilar nima yeyotganiga qiziqaman. Kulgili narsani aytaman sizga. O'zbek dasturxonidan har doim ortib qoladigan narsa aytaymi? Ikkita. Meva sabzavotlar va ko'katlar ortib qoladi. To'g'ri. Osh yeyiladi, qozon kabob yeyiladi. Nonni hatto nimaga botirib yeydi. Mehmonlar ketgandan keyin uy bekasi kiradida
Mevalar ortib qoladi. Bodring, pomidor ortib qoladi. Turgan bitgani foyda. Ko'katlar, rediskalar ortib qoladi. Bozorga mana kelgan bo'lsangiz, xohlagan bozorga chiqing. 1 kilo qo'y go'shtiga, 1 kilo mol go'shtiga bir qop rediska, bodring, ko'kat nimalar beradi. Karamni hech kim pisand qilmaydi. Hatto karamni mayli bersin, echkiga beradi, qo'yiga beradi, nimaga beradi. Qovoqni hech kim pisand qilmaydi. Karam bilan qovoq, hattoki mana chekkada sotib o'tirishadi, qorovul yo'q. O'g'irlab ketsangiz ham bo'laveradi. Sadaqa bering deb borsangiz, ma deb ikkita kadi berib yuboradi haligi. Kuz Hmm. oyida mana nima. Turgan bitgani foyda. Bizada nima? Faqat xolesterin, yog'li go'sht, yog'li ovqat, yaxshi ham Xudoga shukr, keyingi paytlarda aroq ichishlar kamaydi, hozir to'ylarda keskin kamaydi. Ovqatlanish rejimi buzilib ketdi. Endi Xitoydan kirib kelayotgan nimalar? 90 kunda, 60 kunda yetishtirilgan jo'jalarning go'shtini yeymiz. Hmm. Qarang, qaynoq suvga solsangiz, qaynatmasangiz ham pishadigan bo'rdoqqaligi, ya'ni bush oyoqlari deb keluvdi 20 yil oldin. Hmm. Men Xorazmga borsam, chopqillab yurgan xo'rozni so'ydirib qaynatdimmi, qiyin pishadi, shunaqa mazali hidi chiqib ketadi. Demak, ximikatlar pomidorlarga qo'shilyapti. Pomidori hidi bo'lardi, qizim desam, adajon, pomidordan hid bo'ladimi deydi. Biza yoshligimizda. Bodringlarda ta'm qolmadi, pomidorlarda ta'm qolmadi. Mana Xitoydan olib kirilayotgan ximikatlar orqali yetishtirilyapti juda ko'p meva sabzavotlar. Bu sharmandalik. Mana shuning orqasidan ikkita narsa rakni ko'payishiga sababchi bo'lyapti. Siz buni juda yaxshi bilasiz, chunki biz xalq uchun ikkalamiz chiqish qilyapmiz. Noto'g'ri ovqatlanish bilan havo, bolalarda rak ko'payib ketyapti. Bolalarda gepatit ko'payib ketyapti. Bolalarda qon kasalligi ko'payib ketyapti. Immunitet tushib ketyapti. Sani ovqatlanish rejimiga tiqilib yotibdi. Kitob yo'q, kitob yo'q. Yani internetga kirganda xohlagan kasalligingni yozdi. Qaysi kasallikda qanaqa ovqatlanishni yoz, shundoq chiqaveradi. Xalqimiz o'zida ham ayb bor. Rahmat Zarko aka. Bu taraflarni ham ochib gapirib o'tdingiz ochiqchasiga. Albatta bu tarafga ham e'tibor berish kerak. Men aytadigan tarafim albatta son saqlash tizimi xalq bilan hamkorlikda, birgalikda ishlash kerak. Hech bir davlatda kasallikni ochiqchasiga xalqqa ma'lum qiladigan bo'lsa, u yerda xalq ko'tarilgani yoki janjallar boshlanganini eshitmaganmiz, yoki turistlarning kamayib ketganligini eshitmaganmiz. Mana Bangladesh davlatiga borib, xolera, ya'ni vabo kasalligi bo'yicha malaka oshirib yurdim. Xolera kasalligi shunchalik ko'pki, lekin u yerda turistlar kamayganini ham ko'rganim yo'q. Shuning uchun o'ylaymanki, son saqlash vazirligi tarafdan, mutasaddi tashkilotlar tarafdan bu kasallarni ochiqchasi berib, ularning oldini olish uchun kurashish kerak. Kasal bo'lib og'riyotgan ba'zi bir insonlarni topib, ularga davo choralarini ko'rish kerak, hamkorlikda ishlashlarini yo'lga qo'yish kerak deb o'ylayman. Mana bu yuqorida ham juda to'g'ri gaplarni aytib o'tdingiz. Sizga katta rahmat Zarboy aka. Men o'ylaymanki, hukumatimiz tarafdan ham, son saqlash vazirligi tarafdan ham xalqimizning shunchalik kasalmand bo'lib borayotgan tarafiga, mana bu dorixonalarning ko'payib borishiga, mana bu dorixonada aptekarlar deymiz, ularning o'zi tavsiya qilib dorilarni berayotgani, bu juda ham noto'g'ri narsalar, lekin mana shular ham biron kuni kelib nazoratga olinadi degan umiddaman. Zarboy aka, agar biron bir fikrlaringiz bo'lsa, xalqimizga yoki son saqlash tizimiga aytishingiz mumkin va keyin shu bilan ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Ziyoddin aka, resept masalasiga kelsak, bitta ijobiy o'zgarishlar bor, Xudoga shukr. Men hayron qolyapman. Aptekalarga ham ko'pchiligi insof kirdi shekilli, qaytarib yuboryapti, resept so'rayapti deb nima qilishyapti. Endi reseptga qat'iy turishdi. Mana shu yil resept bilan berish tizimi zo'r yo'lga qo'yildi. Mana oxirgi 10 kunlikda Sog'liqni saqlash vazirligidan yosh yigitlar kelib, elektron reseptni yozish qoidalarini o'rgatib ketishyapti. Juda ham bu zo'r bo'ladi, zo'r bo'ladi. Endi mani xalqimizga
Iltimosim, o'zi har kimning salomatligi o'zini qo'lida. Hech qachon sani salomatliging vrachning qo'lida emas. To'g'ri. G'alati tuyulsa aytay, har kimning salomatligi o'zini qo'lida. Salomatliging buzilgandan keyin davolash bizni qo'limizda. Tuzatamiz. Yana chiqib ketasan, o'zingning qo'lingda. Demak, 10 kun sana salomatliging mani qo'limda, doktorning qo'lida. Qolgan kunlar sani qo'lingda. Shifoxonada 10 kun yotdi, chiqdi, ketdi, yana sog'lom turish tarziga amal qilmadi, yana keladi. Qarang, bor yo'g'i 10 kun doktorning qo'lida, qolgan paytlari o'zining qo'lida. Albatta men millatimiz uchun qayg'urib buni gapiryapmiz. Siz ham shuni aytayapsiz. Sog'lik, omonlik tilayman. Xalqimiz sog' omon bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Mana orqamdagi rasmdagiga o'xshagan. Katta rahmat Rahmat. Zarifboy aka, o'zingizni bergan fikrlaringiz uchun, tavsiyalaringiz uchun katta rahmat. Doimo mana shu xalqimiz, vatanimiz, millatimiz uchun doimo qayg'urib kelasiz. Sizga ham sihat salomatlik tilaymiz, ishlaringizga omadlar tilab qolamiz. Katta rahmat ushbu suhbatga rozilik berganingiz uchun. Hurmatli yurtdoshlar, shu bilan bugungi ko'rsatuvni yakunlaymiz. Agarda mana shu ko'rsatuvlar asosida sizda biron bir savollar tug'iladigan bo'lsa yoki takliflar tug'iladigan bo'lsa, albatta izohlarda qoldiring. Mana shu video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lishni ham unutmang. Shu bilan ko'rsatuvni yakunlaymiz. Hammangizga sihat salomatlik tilab qolamiz. Katta rahmat.